XMning savdo dunyosi sirlarini oching podkastiga xush kelibsiz. Bizning podkastimizda hozir mehmonlarimiz Emirates kompaniyasi asoschisi Bekzod Sharipov, Samandar Mirniyozov va Winfact asoschisi Azizbek Rajabov. Eslatib o'taman, bizning podkastimizni chatiga kirib savollaringizni berishingiz mumkin va eng zo'r savol egalari ertaga tanlab olinadi va $50 depozitsiz bonusga ega bo'ladi XM tomonidan. Xo'p, bugungi mavzuyimiz Forex va Goldning 2025-yildagi tendensiyasi haqida. Bekzodbek, sizdan boshlasak, Forexda siz 2025-yilga qanday planlar tuzyapsiz va qanday tendensiyalar kutyapsiz? Xo'p, rahmat savol uchun Saidjon aka. Ommaga assalomu alaykum aytib qolaman. 2025-yilda bizda siyosiy o'zgarishlar bo'lgani uchun, aynan Amerika prezidenti Donald Trump yana bir bora prezident qilib saylanganidan so'ng va biz ko'rishimiz mumkin, oldingi davrda aynan Forexda juda ham ko'p holatlarda bozor range holatida bo'lgan. Ya'ni hozirgi paytda dollarga investitsiya emas, aynan dollarga qarshi bo'lgan investitsiyalarni men hozir aynan 2025-yilga eng yaxshi ideyalardan biri deb o'ylayman. Ya'ni Amerika prezidenti Donald Trump u tadbirkor, biz bilishimiz, hammamiz bilamiz, tadbirkor, biznesmen, lekin zo'r siyosatchi bo'lmasligi mumkin. Uni yonidagi odamlari boshqa ularda yaxshi agarda ideyalar bo'lib, inflyatsiyani va valyuta qiymatini agar saqlab qolishga harakat qilishsa, balkim ushlab qolishligi mumkin bo'ladi dollarning hozirgi qiymatini, lekin hozirgi siyosiy yangiliklardan keyin, ayniqsa Xitoyga qo'yilgan aynan kecha chiqqan yangilikdan keyin 125% ustamasi bu albatta bu import va eksportga juda ham katta ta'sir qiladi. Aynan bizning ham O'zbekistonda import va eksport bizning valyutamizga ta'sir qilganda, aynan Amerikada 72% dunyo valyutasi dollar bo'lgani uchun bu bizga juda ham katta ta'sir qiladi va aynan mana shu narsadan kelib chiqib men sizga ayta olaman, Britaniya yoki Yevropa davlatlari agarda siyosiy yaxshi harakatlar qilishsa, biz yevro va funtni qadrlanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu yil. Juda ham yaxshi. Samandar, endi sizga keladigan bo'lsak, siz Bekzodbekning aytgan gaplarini eshitdingiz. Tilla yoki Forexda savdo qilishda 2025-yilda qanday tendensiyalarni ko'ryapsiz va o'zingizni rejalaringiz qanday? Bekzod akani gaplari avvalambor to'g'ri. Meni shaxsiy fikrim, o'zimni pozitsiyam haqida ham qisqacha aytib o'taman. Futuresda emas, aynan spotoviy oltinda savdo qiladigan bo'lsak, bay holatida tillani narxi hech qachon o'sishdan to'xtamaydi deb o'ylayman. Bundan keyin shu fikrim, pozitsiyam bayda. Shaxsan o'zim ham shu 2025-yildagi juda ham yaxshi. Azizbek, biz bilamiz, siz asosan tillarda savdo qilasiz. Sizni ekspert sifatidagi fikringiz qanaqa tilla haqida 2025-yil uchun? Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Endi tillaga keladigan bo'lsak, bu xomashyo turi cheklangan resurs hisoblanadi bizda. Bu resursni qachondir baribir oxirgi nuqtasi bo'ladi. Ya'ni qazib olish to'xtatiladi. Bu balki qanchadan keyin bo'lishi haqida xabarlar yo'q, lekin statistika bo'yicha yaqin 100 yillikda qolmaslik ehtimoli ham juda katta bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz qisqa muddatli holatda goldda, ya'ni tillada sellni kutishimiz mumkin bo'ladi, lekin uzoq muddatni qaraydigan bo'lsak, ya'ni boshlanishidan 20, 30, 40, 50 yilni ko'radigan bo'lsak, gold faqat o'sib kelmoqda. Buni asosiy sababi ham, ya'ni har qanday siyosiy vaziyatlar bo'ladi yoki qanaqadir noxush vaziyatlar bo'lganda ham, misol uchun agarda sizda tilla bo'ladigan bo'lsa, siz uni o'zingiz boradigan davlatning valyutasiga almashtirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu degani, ya'ni siyosiy vaziyatlar og'irlashgandan so'ng odatda tillani narxi o'sadi, chunki u davlat valyutasi qaysidir ma'noda qadrsizlanadi. Qadrsizlangandan so'ng albatta tillaga talab oshadi. Talab oshgandan so'ng tillani narxi mana eson-omon 3200 ga ham qadam qo'ydi. Balkim bo'lishi mumkin yaqin yillarda 5000 da ko'rarmiz. Endi buni hammasi bozordan.
Juda ham to'g'ri. Yana bir bor eslatib o'tamiz, qadrli tomoshabinlar, o'zlaringizda bo'lgan savollarni ekspertlarimizga berishingiz mumkin chatda va eng zo'r savol egalari ertaga Instagramda XMCC sahifasida tanlab olinib $50 depozit bonus beriladi. Xo'p, Bekzodbek, mana Azizbekning fikrlarini eshitdingiz. Asosan tillani uzoq muddatdagi o'sishi haqida bo'ldi. Endi bu tillani uzoq muddatdagi o'sishi forex bozorida valyutalar juftliklarini qanchalik darajada tebrantirishi mumkin deb o'ylaysiz? Katta tebranadi valyutalar. Masalan, tilloda $100 harakat bu funtdagi 5000-6000 pipsdan oshiq bo'lgan harakatlar baribir bizda shunaqa ko'rinadi. Hozir mana Azizbek aytganlaridek bir kun oltin tugashi mumkin. Ya'ni oltin tugashi deganda u havoga uchib ketmaydi. Kimdandir kimgadir o'tadi baribir. Lekin tillani asosan tushishiga va dollarni qanchadir darajada sal qiymatini oshirishga yordam beruvchi ba'zi bir holatlar bo'lishi mumkin. Biz buni oldin ham ko'rganmiz. Ya'ni zaxiradagi agar oltinlarni bir qanchasi agar sotuvga chiqsa, bu birinchi vaziyat. Yokida qandaydir kattaroq kon topilinsa, biz bilamizki, har 5 yil, 10 yillikda yangilik bo'ladi, shunaqa topishadi. O'zi shu yo'nalishi bor-ku. Aynan neft topish, yer ostidan aynan oltin zaxiralari. Mana O'zbekistonda ham Namanganda bilsangiz, Aksonda oltin qazib olish uchun joy sotildi. Ya'ni men bilishim bo'yicha 23 milliard so'mga sotildi u kichik joyi. Lekin agarda qachondir ham biz boshqa bir davlatlarda yokida Amerikada yoki boshqa joyda agarda shunaqa yana bir kattaroq zaxira uchun foyda bo'ladigan kon topsak, menimcha deb o'ylayman, tillani aynan o'sha paytda tushishi bo'lishi mumkin va o'sha paytda bizda masalan dollar qiymatini oshiradi aynan o'sha paytda. Lekin Azizbekning gaplariga qo'shilaman, bu narsalar bo'lishi baribir qiyin. Bo'lgan taqdirda ham bu qanchadir muddatga yetishi mumkin. Baribir bu ta'siri va undan keyin only buy. Baribir tendensiya masalan forex valyutalarida, ya'ni valyuta paralarida hech qachon katta valyutalar, masalan funt, Shveysariya franki, Yaponiya yenasi va dollarni eng katta deb oladigan bo'lsa yevro, deylik tillani biz bilamizki, so'nggi 5 yil oldinga qarasak ham yoki 10 yilli yoki 15 yil yoki 20 yilli doim o'sgan. Ya'ni siz tilla instrumentiga kirib savdo qilayotganingizda bilasiz, 70% holatlarda buy pozitsiyasi ochilinadi. Ammo bu forexda boshqacha. Tillada doim o'sish bo'lsa, men sizga ko'rsatib ham bera olaman. Funt dollarni oladigan bo'lsak, 5 yil orqaga qaytamiz. Necha narxi turgan aynan bugungi sanada. Va hozirgi narxiga olib o'tadigan bo'lsangiz, juda katta o'zgarish bo'lmaydi. Raznica bo'lsa 5000 yoki 10000 pips atrofida bo'ladi narxi. Masalan, 5 yil oldin 1.40 gacha chiqqan bo'lsa, biz hozir ko'ryapmiz 1.32 da. Ko'ryapsizmi? 8000 pips farq. Lekin 5 yil oldin tilla nech pul edi? $2000. Hozir nech pul? $3200. Aynan men aytib qolardim, 2025-yildami yoki bundan keyin ham XM Broker bilan savdo qilayotganinglarda bu hamma instrumentlar bor, men aytayotgan narsalar ishlaydi. Qaysi instrumentni ishlatyapmiz va o'sha narsani o'zi maqsadi qanaqa? Faqat o'sish yoki faqat tushish. Masalan, men 2020-yilda Turkiyaga universitetga o'qigani ketganman va Turkiyada $1, ya'ni inflyatsiya juda ham yaxshi qaralardi u yoqda. $1 7 lira edi. Ya'ni tasavvur qilishingiz uchun 2020-yilda. Men sizga siyosiy o'zgarishlar qanchalik darajada bozorga ta'sir etishini qisqa tushuntirib bermoqchiman. Hozirgi kunga kelib turk lirasi deylik $7 lira bo'lgan bo'lsa 5 yil oldin qanchagacha chiqqan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Turk lirasi 5 yilda 7 liradan 37 liraga chiqdi. 5 yilda. 5 yilda. Bu 5x degani. Turkiyada inflyatsiya hozir 50% dan ancha baland. Va men nima demoqchiman? Bizani ko'rib turgan insonlarga va umuman hammaga har doim qo'limizda men endi forexni
asosiy savdo qilganim uchun o'zi faqat foreksda ishlaymiz va aksiyalarda, lekin foreksni savdo qilganim uchun men ommaviy taklif beraman. Har doim qo'limizda turgan valyutani qiymatini doim nazorat qilishimiz kerak. Mayli bizni treyderimiz, nomimiz bor treyder degan, lekin masalan qaysidir bir odam quruvchi bo'lishi mumkin yoki uy joy olib sotishi mumkin yoki oddiy dehqon bo'lishi mumkin, lekin u treyder emas. Lekin deb o'ylayman, aynan O'zbekistonimiz, bizning o'zimizning xalqimiz hamma treyder bo'lmasa ham, MetaTraderga kirib yoki boshqa joydan buy yoki sell pozitsiyalarini ochmasa ham, hech bo'lmaganda qo'lidagi turgan valyutasini qadrini bilib turish kerak va ushlab turish kerak. Bu degani faqatgina yechim so'mni dollarga almashtirib sotib olish emas. To'g'ri. Odatda dollarni ham funtga yoki yevroga o'zgartirib turish kerak. Aynan o'sha paytda ham biz yaxshi o'zimizning pulimizni qiymatini ushlab qolamiz. Aynan Turkiyani esladik, men yakunlab ketsam Turkiyani, men Turkiyada biladigan juda ham boy insonlar, ya'ni juda ham o'sha paytda puli ko'p bo'lgan insonlar hozir borsangiz anchagina darajasi pastga tushib qolgan. U odam hech qanaqa xato qilmadi. Inflyatsiya. Hech qanaqa joyda masalan minusga kirmadi, lekin qo'lidagi valyuta lira edi. Afsuski lira edi. Agarda dollar bo'lganida, u hozir o'sha paytda millioner bo'lgan bo'lsa, hozir multimillioner bo'lgan bo'lardi. Juda ham to'g'ri. Samandar, mana Bekzod Beyning gaplarini eshitdingiz. Hozir bozorda bo'layotgan geosiyosiy vaziyatlar, beqarorlik tillani ham, valyutani ham va boshqa xom ashyolarni ham narxlariga katta ta'sir o'tkazyapti. Shunaqa bozor sharoitlarida o'zingiz kabi yosh treyderlarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Qanday qilib bu bozorda foyda bilan chiqish mumkin va qaysi forex paralar yoki tillada qanday holatda, qanday strategiyalar bo'yicha ishlaganda ko'proq naf tegadi? Xo'p, tillada har doimgidek o'sish bo'lyapti, ko'ryapsizlar, volatilность yuqori, spreydlar ham o'ziga yarasha. Bunaqa paytda o'zim tengqurlarga va endi yangi kirib kelayotganlarga baribir hamma ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, risk menejmentga amal qilish kerak. Har doim iloji bo'lsa o'z boshimchalik bilan savdo qilish tavsiya qilinmaydi. Mana hozir O'zbekistonda sharoit ko'p, treyderlar ham ko'p, yaxshi ustozlar ko'p. Bir xil yomon fikrga borishi mumkinki, uchebniy sentrlar ham ko'p, ustozlar ham ko'p. O'z boshimchalik bilan o'rgangan narsa har doim nima desa bo'ladi, xato bo'ladi. To'g'ri, u xato nima desa bo'ladi, foyda olib kelishi mumkin. Xato qilib o'rganasan deydi-ku, lekin foreksda har bir xato bu pul yo'qotishga olib keladi. Bizani anaqada odamlarda pul ko'p emasdir, shunchalik har bir xatoga pul to'laydigan darajada. Shuning uchun iloji boricha o'rganishga, risk menejmentga va nima desa bo'ladi, $100 ekonom qilib qolaman deb qaysidir joyda o'qimasdan turib yokida qaysidir narsani o'rganmasdan turib o'sha pulni foreksda yo'qotib qo'yishi nima desa bo'ladi, qanday tushuntirsam bo'ladi, yo'qotib qo'ymang demoqchiman. Qayerdadir kitob oling o'sha $50, $100 ga, to'g'ri, u ko'zingizga qanaqadir yo'q narsadek ko'rinishi mumkin, lekin baribir o'sha narsani tillada slif qilasizlar. Mana juda ham yaxshi va nomutanosib fikrlar bo'ldi desak bo'ladi. Samandarga bitta qo'shimcha qilib ketsam maylimi? Aynan hozir aytdilar, $50 ga, $100 ga bo'lsa ham nimadir kichkina bo'lsa ham bilim olinglar, что 0 bo'lib bozorga kirmanglar deb turib, aynan biz o'sha 2020-yilda bu sohaga kirganimizda aynan O'zbekistonda juda ham mutaxassislik kam edi. Aynan aytganlaridek, hozir juda ham ko'p deyolmaymiz, yaxshi mutaxassislarni, lekin yetarlicha qidirsa inson o'ziga kerakli yo'nalishda ishlaydigan ustozni bemalol topa oladi va nima uchun o'qish kerak degan narsa o'sha sizga o'rgatayotgan odam agarda endi yaxshi ustoz tanlasangiz, boshidan kechirgan xatolarini siz takrorlamasligingiz uchun mayli 10 ta xato bo'lsa, u ustoz 2 ta xatoni oldini olsa hamchi, bo'ldi, u ustozga galochka. Bo'ldi, u ustoz hech qachon unaqa narsa yo'q. Ustoz 10 ta xato bo'lsa, 10 tasini ham yechib berish kerak degan narsa yo'q. Agar 10 tasini 10 tasi yechib berganda, biz hozir olim bo'lishimiz kerak edi. Nimaga? Chunki bizga maktabda 10 tadan shu ustoz dars bergan. To'g'rimi? Juda ham to'g'ri fikr. Bitta aytib ketadigan narsa, misol uchun mana Azizbek asosan bilamiz, tilla savdo qiladi.
Endi bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Misol uchun mana tajribasi bor odam sifatida Forexda tajriba orttirib, keyin tillaga o'tgan ma'qulmi yoki tillani o'zida tajribani orttirib borgan yaxshimi? Endi birinchi gapni tebranishlardan boshlaymiz. Ya'ni bu hozirda volatilnost. Kundan kunga ko'ramiz, moliyaviy bozorlarda, ayniqsa biz O'zbekistonimizda ham bu sohaga qiziqadigan insonlar juda ham kundan kunga oshib bormoqda. Va albatta eng katta muammolardan biri meni o'ylashim bo'yicha kichkina summadan katta summa qilishni xohlaganlar. Bu tabiiy holat. Hammamiz shunaqa narsani xohlaymiz. Tez boyib Lekin buni ham uzoq muddatda o'ylash kerak deb o'ylayman. Misol uchun sekin-sekinlik bilan agarda inson kuniga 0.1% rivojlansa ham yiliga 37% rivojlangan bo'ladi. Bu tabiiy. Bozor tebranishlari nimaga yaxshi? Oldin biza kutgan harakat, misol uchun 3 yil oldin tillada yurishi uchun biza 1 hafta, 2 hafta kutgan bo'lsak, hattoki hozir bitta M1 shamcha, ya'ni 1 daqiqalik shamchani o'zi ham shu narsalarni yurmoqda. Endi hozirda tillada ishlash yoki ishlamaslik haqida gap ketdi. Endi men o'ylashim bo'yicha hammani o'zini individual fikrlashi bo'ladi, o'zini dunyoqarashi va savdo strategiyalari bo'ladi. Eng birinchi navbatda odam o'zini psixologiyasini o'rganishi kerak bo'ladi. Ya'ni u qanaqa? Birinchi navbatda u tez delkalarni yopib ochadimi yo jahldor inson, misol uchun jahldor asabi chidamaydigan bo'lsa, tabiiyki unga skalping kerak bo'ladi. Va unga gold to'g'ri keladi deb o'ylayman. Faqatgina bilimni olgandan keyingina o'rgansa albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi agar uzoq muddatli bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ish ko'p insonlar bor. Ular ham trading qilgisi keladi. Ba'zida ular ishda bo'lgan paytida ularga forex paralari juda ham to'g'ri keladi. Nimaga desangiz, volatilnost o'rtacha va ular stop loss take profitni qo'yib ishini qilib yuraveradi. Kechqurun ularni surpriz yoki bo'lmasa ertangi kungi surpriz kutib turgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bilimga keladigan bo'lsak, inson yoki bahona topadi yoki unga yechim topadi. Albatta. Endi misol uchun olma pish, og'zimga tush degan o'zbek xalqining chiroyli maqoli bor. Endi o'rganaman desa inson hamma joydan o'rgana oladi. Misol uchun absolyutno hamma joydan o'rgana oladi. Lekin birinchi navbatda uni real pulda emas, demo hisobda. Hattoki hozir ko'rib turibmiz, depozitsiz bonus ham bor. Misol uchun yangi kirmoqchi bo'lgan insonlar uchun. Shu depozitsiz bonusda uni test qilib ko'rib, undan so'ng haqiqiy yana o'zini balansiga bonuslar orqali yaxshi savdolarni amalga oshirsa bo'ladi deb hisoblayman. Chunki yana bitta joy qolib ketdi. Bozorda ideal vaziyatlar ko'p bo'ladi. Lekin deganini yo'qini o'zingizlar davom ettiringlar. To'g'ri. Misol uchun mana Samandar zo'r gap aytdi. Boshlamoqchi bo'lgan odam tilladan uzoqroq tursin, o'rganib olib, tajriba ortib, keyin boshlasin deb. Bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Bu fikrga keladigan bo'lsak, aytdim, hamma insonning tabiati, qadriyatlari har xil. Kimgadir gold yoqadi, kimgadir boshqa narsa. Misol uchun goldda ishlashimga oxirgi sababim talab ko'pligi. Chunki bizda aktual muammo. Misol uchun hammada nafs kuchli, bizda ham kuchli, lekin kontrol qila olamiz. Nafsi qachon jilovini qo'yib yuborishi mumkin, qachonki siz foyda qilganingizdan keyin uni добавить новый счет qilib yangi hisob ochib, o'shanga tashlab turib, xohlagancha yangi strategiyalarni ham test qilib ko'rasiz va hattoki hozir mashhur bo'lgan full marjani ham faqatgina foydangizdan, foydangiz 20-30%ni anaqa haqiqiy depozit emas, o'sha tashlagan pulingiz emas. O'sha foydangizdan 20-30%ni tashlab turib, o'zingiz xohlaganingizcha ishlashingiz mumkin va full marja ishlaganingizdan keyin nafsingizga ham o'sha pul kerak bo'ladi. Full marja ishlashni ham to'xtatasiz. To'g'ri, juda ham to'g'ri. Yana bir savol. Hozir mana forex gold haqida gaplashyapmiz, tilla haqida gaplashyapmiz, bozordagi beqarorliklar va bo'layotgan katta o'zgarishlar. Shu holatlarda hozirgi bo'lib kiritilayotgan texnologiyalar, ya'ni har bir sohaga, hammaga tanish bo'lgan sun'iy intellekt kirib kelyapti. Va bu tendensiyalarga qanchalik mutanosib va buni qanaqa ishlatish mumkin? Bu robotlar orqali yoki sun'iy intellekt orqali savdo qilishga bozor qanchalik tayyor? Nima deb o'ylaysiz, Bekzod? Xo'p, sun'iy intellekt bo'yicha ko'p gapiramiz. Lekin men deb o'ylayman, sun'iy intellekt o'zi endigina dunyoda
kirib kelib endigina o'zini o'rnini egallayapti. Masalan, avtomobillarga qo'yishyapti sun'iy intellekt bilan ishlaydigan robotlar paydo bo'ldi. Bizning sohamizda ham ko'p sistemaga ega bo'lgan, ya'ni tizimga ega bo'lgan algo trading bo'yicha robotlar ishlab chiqarilyapti. Aynan sun'iy intellekt bilan birgalikda qo'shilgan va u shunaqa dasturlar qilinganki, sun'iy intellekt qanaqa yordam beradi. Masalan, robotga algoritm siz joyladingiz, o'zingiz strategiyangizni joyladingiz va unga agarda sun'iy intellektni integratsiya qiladigan bo'lsangiz, sun'iy intellekt sizni balkim o'ttiga qanaqadir darajada qilgan xatolaringizni to'g'rilashi mumkin yokida sizni ochiq pozitsiyalaringizni yengilliklardan oldin o'zi avtomatik yopishi mumkin va yengillik qanaqa ta'sir etganiga qarab turib va o'sha o'zingizni strategiyangizni joyiga to'g'irlab ketishi mumkin bo'ladi. Men deb o'ylayman, baribir o'zimning fikrim bu, sun'iy intellekt bizning sohada zo'r natijalar ko'rsatishi uchun biroz yana kutib turishimiz kerak. Biroz. Nimagaki, men ko'p shu narsalar bo'yicha izlanaman. Men o'zi 90% vaqtim kompyuterda o'tadi, yengilliklarni o'qish bilan. Aynan shu narsani ustida ishlayotganlar juda ham ko'p. Mana Malayziyada, Tailandda men tanish treyderlarim bor boshqa. Ular ham даже eshityapti, ulardan ham ustun bo'lgan odamlar уже hozir buni ustida ishlashyapti. Buning uchun 1 oy, 2 oy emas, 1 yil, 2 yil kamida vaqt kerak bo'ladi. Ana undan keyin ana sun'iy intellekt bizga haqiqatdan-da ilm, bilim berib, mohiyatni ushlab turib va bizga savdo qilishimizga juda ham katta yordam berishi mumkin. Ya'ni bozorga kirganda grafikani ko'rib turib, trend bayda ekan, davay shu yerdan sel bo'lishi mumkin. Bo'ldi, qaqqacha ham ketadi. Bo'ldi, mana shu yerdan sel, davay sel juda ketib qoldim yana tepaga, bo'ldi, slif bo'ldimi, yana depozit, davay yana sel. Unaqa narsalar keyin bo'lmaydi. Men aytayotgan vaqt o'tgandan keyin, shu narsa, shu dasturlar paydo bo'lgandan keyin unaqa bo'lmaydi keyin. Chunki u o'zi tushuntiradi, nima uchun trend bayi ketyapti, javob beradi. Sun'iy intellekt o'zi asosiy mavzusi shu. Chunki aql yoki boshqa anaqa yo'q, o'tki ma'lumotlar ko'pda o'tdi. Masalan, siz sun'iy intellektga masalan hozir ChatGPTga yozib turib, nima uchun tilla bayi ketyapti deb ayta olasiz va u sizga aniq tushuntirib bera oladi. Men aytayotgan narsada 1 yil, 2 yildan keyin bo'lib detalliroq va o'rtada har bitta откатlar nima uchun bo'lganigacha ham даже ishlaydigan narsalar hozirda kashf qilishayotganini bilaman. Samandar, mana siz chetga ko'p borasiz, uchrashuvlarga, konferensiyalarga. Chet eldagi treyderlar bundan qanchalik foydalanishyapti va siz o'zingiz foydalanyapsizmi bunday instrumentlardan? Bu menimcha menga eng yoqqan savollar shu bo'lsa kerak. Chunki men juda ham ko'p foydalanaman. Sun'iy intellektdan har bir qiladigan narsamni do'stim bilan emas, u bilan suhbatlashib, o'rtoq bo'lib qoldi. Do'stga aylanib bo'ldi sun'iy intellekt hozir. Shunaqa ko'p narsalarni u bilan maslahatlashaman. Bularni gapiga qisman qo'shilaman, lekin to'liqonli emas. Nimaga? Hali 1-2 yil degani qisman to'g'ri bo'lishi mumkin-u, lekin kundan kunga hozir sun'iy intellekt rivojlanyapti. Bizani kuzatib turgan hozir efirdagilarga ham bir kichkina sir aytaman. Misol uchun, savdo qiladigan bo'lsangiz, XMda sizlarga qo'shimcha yordam beradi. Xohlasangiz hozir o'zida ham misol uchun kirasiz, TradingView'da grafik ochasiz, 4 soatlik, 1 soatlik, 15 minutlikni skrinshot qilasizda, sun'iy intellektga joylashtirib, mana shuni menga signal ko'rinishida qilib ber desangiz, beradi signal. Ya'ni, lekin bu narsani men endi o'zimni anaqa fikrimdan aytaman, 5 oy oldin sinab ko'rganimda signal bermayotgandi. Ya'ni u aytayaptiki, men senga faqatgina ma'lumot beraman, yordam bera olaman, lekin moliyaviy maslahat bera olmayman. Endi yaqinda o'zimizning tanishlardan, chet eldagilardan eshitib qolganimda o'sha signal berishni boshlayotgandi. Lekin u ham tagiga disclaimer yozib qo'yadi. Bu moliyaviy maslahat, o'zingizlarni 1% risk qilinglar yoki 10% gacha risk qilinglar deb qisqa qilib aytganda talab oshyapti kundan kunga. Bu nafaqat bu sohada, boshqa sohalarni ham o'zlashtiryapti. Xo'p, zo'r fikr. Yana bir marta eslatib o'taman, savollaringiz bo'lsa hozir javob berishni boshlaymiz. Chatga yozib ketinglar. Ertaga Instagramda XMCAC, ya'ni Central Asia sahifasida $50 depozitsiz bonus sohibi tanlab olinadi. Xo'p, Azizbek, oxirgi punkt sizga beramiz. Mana sun'iy intellekt haqida, texnologiyalar haqida gaplashdik.
Endi instrumentlar o'rtasida sun'iy intellekt qanchalik yordam berishida farqi bor yoki yo'q? Misol uchun aytaylik, Forexda qanchalik muhim AI bilan yoki sun'iy intellekt bilan ishlash, Goldda qanchalik yordam berishi mumkin? Man sun'iy intellektni o'zi bo'yicha davom ettirsam bo'ladimi? Mhm, Bunga bo'ladi. hozir aytayotgan mavzularingiz ham Albatta. kiradi. Endi sun'iy intellekt bizaga yaqinda kirib keldi, lekin Elon Musk kompaniyalari OpenAI'ni 2000-yillarda ham ishlatilgan xabarlar chiqib ketdi. Bu plus minus bo'lishi mumkin. Mhm. Endilikda keladigan bo'lsak, mani fikrlashim bo'yicha men har doim birinchi negativ tomonni o'ylayman. Negativ tomoniga keladigan bo'lsak, ya'ni sun'iy intellekt yoki bozorda hozir ob'yomni ko'rsatadigan har xil instrumentlar yoki boshqa narsalar chiqdi. Biza analiz qilib ber degan paytimizda bozorda har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Bu vaziyatlar bizaga teskarisi ham ishlashi mumkin. Endi pozitiv tomoniga keladigan bo'lsak, biz undan savolni to'g'ri so'rashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biza unga kerak bo'lsa 10 yillikni ma'lumotini tashlasak bo'ladi. 10 yillikni ma'lumotini yig'ib, unga fayl qilib tashlab beradigan bo'lsak, biza xohlagan narsamizni 2 daqiqa ichida bizaga topib beradi. U indikatorlar orqali ham qilib beradi. Endi u to'laqonli biza uni fikrini bila olamiz va biza ishlatadigan instrument orqali u qanaqa ishlayotganini bila olamiz. Signal tarzida undan olishni men maslahat bermayman. Yaqinda bular aytishganidek sun'iy intellekt kundan kunga rivojlanib bormoqda. Aynan oldin internet orqali topib bo'lmasdi. Hozir agarda u o'zi javob bera olmaydigan bo'lsa, internetdagi sourcelar orqali, ya'ni manbalar orqali ularni ham ko'rsatib o'tib ketmoqda. Va sun'iy intellektga sizlar savol berayotganingizda aynan moliyaviy yo'nalishda sizlardan so'rab qolardim, savolinglarni batafsil holatda mag'zini chaqib yozinglar. Aynan sizga nima kerak, bu nima uchun bo'ldi, undan keyin nima bo'ladi, hammasini to'liq qilib yozib bersanglar, haqiqiy javob bera olasizlar. Agar qisqa qilib trading nima deb yozsanglar, nima nafas olamiz degandagi savol bo'lib qoladi. Umumiy javob bo'lib qoladi, to'g'ri. Xo'p, endi savollarga o'tamiz, auditoriyamizdan kelgan. Albatta. Xo'p, birinchi savol sizga Samandar. XM platformasida yangi boshlovchilar uchun qanday imkoniyatlar mavjud va ular qanday qilib o'zlarining birinchi savdolarini xavfsiz boshlashlari mumkin? Menimcha bu savolda qisman javobini berib o'tib ketdilar yana bir marta. Xo'p, XMda boshlash uchun, endi boshlang'ich boshlayotganlar uchun men qisqa va sodda qilib tushuntiraman. Copy trading bo'limini sinab ko'rsin, xohlashsa, chunki u yoqda treyderlar savdo qiladi, siz u savdolarni nusxalab takrorlashingiz mumkin. Ayni bu XM kompaniyasi, ya'ni XM brokerida kengroq takomillashgan, bemalol ishlashingiz mumkin. O'zingiz nima uchun tanlagansiz XMni? Menga qulayligi, interfeys, pul kirgizib pul chiqarish, ishonchliligi, mana shunaqa pozitiv treyderlarni hammasini yig'ish, hammasi shuning uchun tayyorlaganmiz. Xo'p, keyingi savol Azizbek siz uchun 2025-yil 2024-yilga nisbatan bozor bizni qo'rqitib qo'ydi. Auditoriyadan kelayotgan savol, siyosiy o'zgarishlar bozorga kuchli ta'sir qilyapti va qo'rquv hissi bor. Sizlar qanaqa maslahat bera olasizlar shu hissiyotlar bilan ishlash uchun? Menga juda ham ko'p keladigan savol, bu savol juda ham ajoyib. Endilikda birinchi bo'lib turib bozorni har tomonlama analiz qilish kerak. Birinchi navbatda fundamental, albatta texnik, o'zingiz bilgan, o'zingiz ishongan strategiya bo'yicha va uchinchisi fikrlashim bo'yicha psixologik holati. Bu meni shaxsiy fikrim. Ya'ni qanaqa? Hozirda o'ylab turib bozordagi treyderlar qaysi tomonga ko'proq pozitsiya ochishyapti, nimaga ochishmoqda? Bularning hammasini o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib chiqishingiz kerak. Gaplashib chiqqaningizdan keyin ba'zida shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Ya'ni birinchi navbatda siz o'zingiz o'rganib chiqishingiz kerak. 10 ta aytganingizdan nechtasi to'g'ri chiqyapti? Agarda sizniki negativ bo'ladigan bo'lsa, endi qo'pol bo'lsa ham unga qarama-qarshi ishlash ham variant tarzida bo'ladi. Albatta, bitta instrumentda emas, balki 4-5 ta instrumentlar orqali hammasidan tasdiq olgandan keyin bozorga kirsak va aynan strategiyamiz bo'yicha juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Full marja ishlash qochib ketmaydi, foydadan tashlab ishlasanglar bo'ladi bemalol. Bekzod, sizni fikringiz? Mani fikrim Azizbekga qo'shilaman. Shu fikrdaman men ham. Juda ham yaxshi. Xo'p, keyingi savol bo'lsam siz bilan boshlaymiz. Backtest demo zo'r, lekin realda psixologik bosim yutadi.
siz qanday qilib hissiyotlarni boshqarasiz? Nuqtasiga urdingiz-u. Butun O'zbekiston mana shu gaplarimni eshita olsa, agar zo'r bo'lardi. Men o'zim juda ham xoliman va bu Nuqtasiga men narsa emas, mijozimiz uribdi. Bali, kim bo'lsa ham aynan mana shu narsa menga joyiga tushdi. Mhm. Men o'zi qiziqishim shu Forexda, ya'ni men tizimli savdo qilishga juda ham qiziqaman. Mhm. Ya'ni bu yerda backtest demoda o'xshayapti, realda o'xshamayapti degan narsa bor. Mhm. Menda mana 5 yil bo'lgan bo'lsa, shu sohaga kirib kelganimda 5 yil ichida hech qanaqa bir istisno holatlarsiz yoki yengilliklar yoki fundamental analizga qaramagan holatda ham texnik tahlillarda sistemalar bor. Mhm. So'nggi 5 yillikda o'zim ishlatib kelayotgan va qachon demoda qilinayotgan foyda realda ham qilinadi, qachonki demoda ham realda ham bitta strategiya bir xilda ishlatilinsa. Mhm. 2000 mana Azizbekga bergan savolingiz 2024-yilda yaxshi edi, hozir qo'rqityapti 2025 deyilyapti-yu. Agar istalgan treyder hech bo'lmaganda oxirgi 3 yillikni backtest qilib haqiqatdan-da real ko'z bilan shu strategiyasini ishlata olsa, testerga o'tib yoki simulyatorlarga o'tib masalan ishlata olsa, o'ziga ishonchi juda ham oshadi va strategiyasiga ishonchi oshadi va menda shunaqa strategiya bor. Agar u strategiyam 10 marta ketma-ket stop loss olsa ham, men xursand bo'laman. Nimagaki 2023-yil oktyabr oyida men bu tizim, bu narsani men ko'rsatib ham bera olaman. 7 marta ketma-ket stop loss olib, 1 ga 17 nisbatda take profit olganmiz. 7 ta stop lossdan keyin. Ya'ni demoqchiman, agar strategiyangizni 3 yil, 4 yil backtestini qila olsangiz, hozirgi paytda siz olayotgan minuslaringizga naborot xursand bo'lasiz. Ladni, men bilaman-ku bu strategiya qanaqaligini. Tarixda bo'lgan shunaqa minus holatlari bo'ldi, hozir ham bo'lyapti, lekin men bilaman, tarixda katta minuslardan keyin katta profit ham bo'lgan. Va o'shanda demoda ham xuddi shunaqa narsani ishlatsangiz, bir hatto 6 oy, 3 oy va realga o'tganingizdan keyin ham men o'ylayman bir xil bo'ladi. Ya'ni birinchi bitimga $100 risk qilib, ikkinchi bitimga $500 risk qilish kerak emas. Bu $100mi? Bu oxirgacha maqsad bo'ldi $100 bo'lishi kerak. Bo'lmasa tizim, sistema buzilib ketadi. Intizom bo'lishi kerak. Intizom bo'lishi kerak, disiplina, intizom va ishonish kerak, strategiyaga ishonish kerak bo'ldi. Boshqa chora yo'q bu sohada. Samandar, siz qanaqa yo'ldan foydalanasiz hissiyotlar bilan kurashish uchun tradingda? Hissiyotlarni boshqarish savdodan oldinmi, keyinmi? Minus qilgandan keyinmi, plusdami? Unisini ham ayting, bunisini ham ayting. Xo'p, hamma ham minus qiladi. Men endi o'zimni aytib beradigan bo'lsam, minusdan keyin avvalambor strategiyamni ko'rib chiqaman. Yana o'sha aynan 10 ta yoki 100 ta strategiya bo'lishi kerak emas. U strategiyamni ko'rib chiqaman deganda bitta strategiya o'shani qo'pol qilib aytaman. O'shani o'zini ham qaytadan o'sha odamni o'zi test qilib ko'rib, o'sha bilan ishlasa ham bo'ladi. Aynan bitta strategiya ishlamadi degani bu tashab qo'yish kerak degani emas. Yoki bitta strategiya har doim foyda olib keladi degani emas. Men o'zimda qanaqa ishlashga harakat qilib kelyapman, hali ham bu narsa bo'yicha harakat qilib kelyapman. Agar menda shunaqa deydigan bo'lsam, ozgina yolg'on gapirgan bo'laman. Ya'ni qanaqa foizlarni kamaytirishga, ya'ni stopni foizini kamaytirishga, kamroq qo'yishga harakat qilyapman. Men ochig'ini aytaman, yangiliklarni kech o'qiyman, keyin iloji bo'yicha texnikka yaxshiman, ko'proq istoriya ko'raman. Ya'ni o'sha qanaqadir strategiya internetdanmi yoki qayerdandir o'qib topganimni iloji bo'yicha istoriyasiga qaytib ko'rib chiqaman va o'shanga qarab stopni oldinroq qo'yaman. Misol tariqasida u strategiyani stopi 10 punkt bo'ladigan bo'lsa, men 20 punkt zaxirasi bilan qo'yaman. Qolganini ham hisob-kitob qilgan holatda. Juda ham yaxshi. Keyingi savol siz uchun aynan shu savolga ulanib ketadi. Bir necha yillik tajribangizdan kelib chiqib, eng katta yo'qotishingiz sizga qanday saboq bo'lgan? Juda ham yaxshi savol. Eng katta yo'qotishlardan biri hayotda hech qachon, ya'ni hayotda ham, o'zi sohada ham, misol uchun aynan shu joydan ketishiga hech kim kafolat bera olmasligi. Chunki men juda ko'p aytdim-ku, instrumentlarni qo'shib analiz qilish kerak edi-ku. O'sha bo'yicha hamma strategiya bo'yicha tasdiq olingan, lekin baribir u pozitsiya endi katta ishonch bo'lgandan keyin
bu narsa yo'qolib ketgan. Buni qanaqa qilib to'g'irlash mumkin? U hamma сделкаga bir xil taqsimlanishi kerak. Boya demo bilan real haqida ajoyib fikrlar bo'ldi. Ularga qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Demoda nimaga insonlar foydaga chiqadi? Chunki u narx qayoqqa ketishini biladi. Bo'ldi. Telefon chiqib ketadi, bo'ldi, esidan chiqarib qolib ketadi. Shu joyga chiqqandan keyin yopadi. Realda esa ketadimi, ketmaydimi, nima bo'ladi? Kamroq qarash Hammada bo'lsa kerak. 0.01 sent foydada yopadi, zararda bo'lsa, hozir bo'ladi. Tushunarli. $10 foydaga rozi, lekin $100 minus bo'lsa to'xta kutadi. Shunaqa endi. To'g'ri. Sizda qanaqa bo'lgan? Eng katta yo'qotishingiz sohadagi. Menda eng katta yo'qotish urush davrida bo'lgan. Rossiya Ukraina boshlangan paytda ko'p bitimlarim bor edi o'sha paytda. Urush o'zi boshlanish haqida xabarlar chiqqan edi o'sha paytda. Işte chegaraga o'sha tanklar, o'sha qurol-yarog'lar hammasi joylangan paytda men ko'p ehtimol bilan bu bo'lmasa kerak deb o'ylagan edim va meni katta pozitsiyalarim bor edi. Bir kechani bilaman, fevral oyi 2022-yil 2022 fevral oyi 2021 karantin bo'lgan edi. Karantinda ham ko'proq minus bo'lgan bizda, chunki bozor bir tarafga ketadi-da bunaqa paytda. Aynan o'sha paytda men investitsiya qilgan aksiyalar, Yandex bilasizmi, $63 dan bir kunda $4 ga tushib ketgan. Meni investitsiyam bor edi o'sha paytda. Eng katta yo'qotish shu bo'lgan. Endi bizga aksiyalarda seldan daromad qilish mumkin emas. O'shaning uchun mana shunaqa yo'qotishlarga sabab bo'lgan. Tushunarli. Samandar, sizda eng katta yo'qotish sir bo'lmasa qancha bo'lgan va nimada bo'lgan? Qanaqa instrumentda bo'lgan? Menda Qanaqa saboq olgansiz? 2023-yilda $35,000 bo'lgan menda. Minus. Da, $35,000. Bitta savdoni o'zida. 18 yoshdasiz. Da. Aytib o'tmoqchi bo'lganim, nimaga aynan ustozsiz boshlamanglar deydi. Tillada yo'qotgansiz. Da, tillada yo'qotgan. Bu 35,000 qilingan foydamidi yoki Yo'q, toza investitsiya edi. Toza tashlagan depozitda. Da, shunaqa. O'shandan beri ozgina ko'tarilib ham tushmagan. Misol uchun o'qishga puli bo'lmaganlargacha qanaqa maslahat? Mana treyderlar ko'p YouTube'da kontentlar qilishyapti, bepul darsliklar. Aytdingiz-ku, hammani o'zini anaqasi bo'ladi, xohish istaklari bo'ladi. Kimdadir moliyaviy sharoit yaxshi bo'lsa, kelib o'qiydi. Agar xohlagan odamchi baribir qayerdandir qidirib topib o'rganadi-da. Men qo'shimcha qilsam maylimi, Aziz? Qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Men auditoriyaga faktlari bilan ko'rsatolmayman. Men o'zimni o'quvchim, 2000 dan ziyod o'quvchi o'qitgan bo'lsam, bitta o'quvchim XM Brokerida. XM Brokerini nima uchun tanladinglar deb boya bularga aytdingiz-ku, men birinchi o'rinda mayli spread, boshqa narsa hech nima, islamskiy shot bor. Boshqa brokerlarda bu narsa O'zbekistondagi biladigan brokerlarimizda yo'q islamskiy shot, ya'ni swap free account. Bu birinchisi. Ikkinchisi, $30 bonusni men o'quvchim $1,600 qilib ko'zim yonida yechib ketgan. Srazu viza kartasiga ham tushgan. Karl tasavvur qilyapsizmi? $30 bilan, u $30 uni depoziti ham emas. Hozir butun O'zbekiston xalqida kim XM brokeridan shot ochmagan bo'lsa, hozir hammada imkoniyat bor. Mana shu bonusni olib, o'zini qanchadir darajada sinab ko'rish uchun. $1,600 bu hazil ekan, menimcha pul emas. Yana investitsiya kiritmasdan. Da, zo'r. U bola hozir juda ham yaxshi savdo qilyapti. Oyiga $2,000-3,000 stabilni topyapti. Unga первоначальный motivatsiya ham depozit aynan o'sha XM tomonidan taqdim etilgan $30 $1,600 qilgani bo'lgan. Tushunarli. Xo'p, oxirgi savolimiz Azizbek, faqat vaqtimiz chegaralangan ekan, qisqa qilamiz. O'zi ham savol ham qisqa. Agar siz endi tradingni boshlayotgan bo'lganingizda, qaysi 3 ta xatoni mutlaqo qilmas edingiz? Birinchi navbatda shoshmaslik kerak, ya'ni strategiya tuzish kerak. Ko'p joydan strategiya o'rganish kerak. Misol uchun, agar mablag'ingiz bo'lmaydigan bo'lsa, uni test qilib ko'rib, o'zingiz uchun shaxsiy strategiya yaratishingiz kerak va o'sha bo'yicha qayta ishlayverishingiz kerak bo'ladi.
Ikkinchi maslahatga keladigan bo'lsak, bu ham shoshmaslik bo'ladi. Ya'ni tez daromadga chiqmaslik, sekinlik bilan katta depozitga va katta millionlarga. Misol uchun agarda siz minimum risk bilan ishlaydigan bo'lsangiz, sizga investitsiya kiritadiganlar juda ham ko'p bo'ladi. Asosiysi siz o'zingizni hisobingizni ko'rsatib bera olishingiz bo'ladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, hissiyotlar bilan emas, balki strategiya bo'yicha savdo qiling. Juda ham yaxshi. Hammanglarga kelganlar uchun rahmat va tomoshabinlarimizga bizni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Savol bergan tomoshabinlar ertaga XMCAC Instagram sahifasiga kirib kuzatishlari mumkin, g'olib aniqlanadi va bizni Telegram, YouTube, Instagramda kuzatib borishingiz mumkin. Chiqayotgan har bir yangiliklar va aksiyalarda faol ishtirok etishingiz uchun. Hamma uchun rahmat.